o'ljasi ko'zga ko'ringanda, ovchini ko'zini ko'ringda, paplavimiz tortsa o'zi 500 grammlik baliq-u, lekin akula tutgandaqa xursand bo'lamiz-da. Iymoni zaif odamlar xo'p deb qilib qo'yadi shu ishni. Iymoni baquvvat odam bor damini ol deydi. Chunki hozir qarz so'rasa bermasak, yo men so'rasam siz bermasiz, men uchun siz eng yomon odam hisoblanasiz-da. Xudo saqlasin, dinimizda musulmonni yomon ko'rishligi nohaqlik bilan bu harom amal hisoblanadi. Buni ham bilib olaylik lekin. Bizni hojakanligimiz, qorakanligimiz ish bermaydi qiyomatda agar shuna odam bo'lsak. Kelinini nohaq jirkiyotgan qaynatalar zulm, uyga chaqirib mavlud o'qitib qo'yishdi, o'zi bilan bo'ldi, bu kishimga jannat zeloniy degani emas bu. Masalan, o'g'limiz qiladigan ishni qilasan deymiz-ku. Qilas, mana shu mashinani yuvasan, tamom. Yuvaladda u. G'iybat, tuhmat 30 yil oldin qilgan g'iybatimiz turibdi u. Nomay amalda deyilamizda turibdi u. Xuddi biz ham 100 yil keyin o'zimiz ham oyog'imizda ham qolmaymiz. Umuman qolmaymiz. O'g'irlik qilmaganmi? Yo'q. Araqni qopqog'ini ochmaganmi? Ochganmi, tavba qilganmi? Tavbasi tekshiringlar. Addushimi? Addushya bo'ldi. Umrbod qatta masala qilsa, qog'ini solib o'tiradi. Nidavolin mashina qilib. Bittasiga zo'r egilib salom berdi, yaxshi salom qilmadi. Yaxshi gumon qiling, nasrinasi yo'qdir, kayfiyati yo'qdir, xayoli boshqa yoqdadir, problemasi bordir. Bo'lishi mumkin mahal. Hozir bitta yengil gapirib qo'yapman, yengil eshitib qo'yapsizlar-ku. Alloh biz bilan hozir farishtalarga maqtanyapti. Mana o'sha daqiqa keldi hozir. Pichoq o'zi yaxshi narsa yo'q hayotimizda, to'g'rimi? Kimdir foydalanib mana hozir iftorlikka ovqat qilyapti, kimdir odam o'ldiryapti. Xuddi shuna narsa. Suv obi hayot. Ya'ni obi hayot degani suv hayot deganida, suvsizlikda jonzot bo'lmaydi, o'ladi. Lekin suvda kimdirlar odam o'ldiryapti, cho'kitib yuboryapti-yu. Kanallarda chiqadi-yu o'liklar. Xuddi shuni singari o'zi aslida Ramazon yaxshi oy, rahmat oyi, mag'firat oyi, barakot oyi. Xullas ummatga imkoniyat oyi. Ummatni o'ljasi deyilgan. Ya'ni kutib yotgan o'ljani kutib yotadi ovchilar, kutib yotadi-yu. O'ljasi ko'zga ko'ringanda, ovchini ko'zini ko'ringda katta bo'lib ketadi. Shu darajada suyunib ketadi. Sabab kutgan baliq tutayotgan odam paplavoyni tortishini, chachma o'qini o'qlab o'rdakni kutib yotadi. To'ng'iz o'qini o'qlab kiyikni kutib yotadi. Kiyik qiyinroq o'g'i. Balkim 3 kun, balkim 2 kun yotadi. Endi o'lja ko'ringanda o'sha odamni tasavvur qiling. Mana baliq o'g'iga gohida chiqamiz. Paplavimiz tortsa o'zi 500 grammlik baliq-u, lekin akula tutgandaqa xursand bo'lamiz-da. O'sha o'ljani insonga bu xursandchiligida. Ramazon oyi ummatni o'ljasi deyilgan. 11 oy kutdik-ku. Shu o'lja keldi-da, endi shuncha kutib ro'parasida 4 ta kiyik tursa, 3 kun kutib otmayman degan odam kim endi? Yo uxlab qolsa, yo kerak bassa, yo ketib yorsa, bilmayman, endi ahmoq odam bo'lsa kerak deb o'ylayman endi. Deganim Ramazon oyi keldi. Shu oyda endi biz unumli foydalanib olaylik. U foydalanish shuki, g'animat bilib yomon ishlarni qilmasdan yaxshi ishlarni qilib olish kerak. Boshqa oylarga qaraganda bu oyda yaxshilik qilishni savobi qancha ko'p bo'lsa, boshqa oyga qaraganda bu oyda gunoh qilish ham shu darajada yomon. Nimaga desam, boshqa oyda gunohimizda jicha shaytonning do'liyasi bo'ladi-da. Jicha nasibasi bo'ladi, shayton davay deyib gazini beradi. Bu oydachi, bu oyda shayton yo'q. Shaytonlar qamab qo'yilgan 30 sutkaga.
Bir oyga qamoqda ular. Alloh shu bandalarimni oyog'ini tagida o'ralashmasin deb Ramazonning birinchi kunida ular kishanlanadi. Lekin bu oyda ko'ramiz yomon ish qiladiganlarni. Nimaga unaqa desa, chunki ular o'zi yomon insonligi Ramazon oyida bilinadi. Nafsi bad odamlar. Nafsi bad degani nafsi shu darajada yomonki, u insonni yomon ish qilishiga shaytonning maslahati ham kerak emas. Shaytonning ishi payg'ambarimiz alayhissalom hadislarda aytadilar, menga hidoyatni tushuntirish imkoniyati berilgan, lekin birovni hidoyatga tiqib qo'ya olmayman deganlar. Sen kir hidoyatga, sen chiq hidoyatdan deyolmayman deganlar. Shaytonning ishi esa odamlarga gunohni, yomon ishlarni taklif qilish imkoniyati berilgan, lekin qo'lidan ushlab gunoh qildira olmaydi deganlar-da. Rasululloh hadislari bor. Ya'ni shaytonning o'zi asli ishi xuddi kafelarda, oshxonalarda ofitsiant xodimlar oldimizga menyuda olib keladi-yu. Shaytonning ishi shu xolos. Gunohlarni menyusini olib kelib bizga moni yeng, moni qiling deydi. Ofitsiant qancha qimmat ovqat o'tqizsa 7% xizmat oladi-yu. Shuning uchun qimmat ovqatlarni taklif qilaveradi u. Shaytonning ishi shu, bizga keladi, anuni qil, moni qil deb gunohlarni chiroyli, shirin va ziynatli qilib ko'rsatadi. Ana shunda iymoni zaif odamlar xo'p deb qilib qo'yadi shu ishni. Iymoni baquvvat odam bor damini ol deydi. Fiziki baquvvat odam bittasi o'ralashsa bir tarsaki qo'yib uxlatib qo'yadi-yu. Iymoni baquvvat odam xuddi shunaqa. Shaytonni bir qo'yib uxlatib qo'yadi. Ya'ni bu majoziy. Ya'ni hayotda haqiqiy urmaydi-yu. Bu qilmayman buni deydi. Ani ayolga qaramayman deydi. U qara deydi masalan. Ya'ni qo'shning kelyapti, bir eslasang qarz berib so'raganingda bermoqda, bermoq. Davay shuni g'iybat qil deydi. Chunki hozir qarz so'rasa bermasak, men so'rasam siz bermasangiz, men uchun siz eng yomon odam hisoblanasiz-da. Bu xato bu, chunki bir insonni yaxshi ko'rish ham, bir insonni yomon ko'rish ham Rasulullohning bizga tavsiyalari bor. Yaxshi ko'rish va yomon ko'rishda. Dinimizda yomon ko'rish ham bor, lekin faqat yaxshi ko'rish emas. Faqat Rasululloh alayhisalom buni bizga tavsiya qilib aytganlar, al-hubbu fillah val bughzu fillah. Alloh uchun yaxshi ko'r, Alloh uchun yomon ko'r deganlar. Ya'ni bir insondan orozlasak, to'mtaysak, Alloh uchun qilaylik ekan bu ishni. Bir insonga tika turib, zo'r ko'rishib, quchoqlashib, qo'llarimizni ko'ksimizga qo'yib, chiroyli mulozamat ko'rsatsak, buni ham Alloh uchun qilaylik ekan. Agar ikkovi ham Alloh uchun bo'lmasa, bu ikkovi ham gunoh ish hisoblanadi. Vaholanki qarasangiz, mulozamat, vaholanki qarasangiz, qo'lini ko'kragiga qo'yapti. Shunaqa chiroyli holat. Lekin Alloh uchun bo'lmaganligi uchun u chiroyli amal bo'lsa-da, ko'rinishidan unga Alloh mukofot bermaydi. Lekin ani yomon ko'rish ham agar Alloh uchun bo'lmasa, Xudo saqlasin, dinimizda musulmonni yomon ko'rishligi nohaqlik bilan bu harom amal hisoblanadi. Buni ham bilib olaylik lekin. Shuni ham yaxshilab bilib olaylik. Bugun namoz o'qiymiz, roza tutamiz, hajga, umraga borib kelganmiz, aroq ichmaymiz, nasha chekmaymiz, lekin qarasangiz, musulmonlar bir-biriga kibr qilgan, yomon ko'rgan, orozlashgan, mensimagan, ustidan kulgan, aldagan. Bizi hojakanligimiz, qorakanligimiz ish bermaydi qiyomatdagi shuni odam bo'lsak. Foyda bermaydi. Chunki Alloh Qur'onda bizga duoda o'rgatganda, Alloh musulmonlarga nisbatan qalbimda g'illa g'ash qilmagin. Ya'ni yomon ko'rish, nafratlanish, jirkanish qilmagin musulmonlardan. Chunki bizni bir-birimizga bog'lab turadigan Robbimiz bittaligida. Robbisi bitta, odamlar bir-biridan jirkanishi
bir-biridan o'zini katta olishi, bir-biriga zarar yetkazishi shar'an harom hisoblanadi. Harom. Alloh aytadi, man deydi, o'zi haqida aytadi. Man o'zimga o'zim zulmni harom qilganman deydi. Alloh zulm qilmaydi, unutmanglar shuni. Zulm qilmaydi Alloh. Allohga zulm qilish harom, o'ziga o'zi harom qilgan. Xuddi shuni singari oralaringda ham bir-birlaringga zulmni harom qildim deydi. Zulm degani nohaqlikdan bir insonga, diliga, jismonan badaniga, ruhiyatiga, moddiyotiga, hayotidagi obro'siga tajovuz qilish, zarar yetkazish, mana shu narsaning nomini zulm deydi. Qarz olib bermay yurganlar zulm, xotinni nohaq urayotganlar zulm, kelinini nohaq jirkayotgan qayna-qaynatalar zulm, urushish zulm, ustidan kulish zulm, qonini to'kish zulm, o'ldirish zulm. Din shuda o'zi asli din bunaqa iftorlik qilib berish yo o'lganda to'n kiyib turish yo uyga chaqirib mavlud o'qitib qo'yishdi, o'zi bilan bo'ldi, bu kishimga jannat zelonni degani emas bu. O'sha uyda o'qitgan mavludiga amal qiladigan odam bo'lsa, keyin jannatga kiradi. 1000 ta odamni chaqirib 17 000 dollar sarflab dasturxon solib 47 ta kalonka qo'yib butun shaharga ovozi eshitiladigan qilib mavlud o'qitsa-yu, uyda egasi o'zi mavludga amal qilmasa, umuman effekti yo'q unda. Effekti yo'q. U nimaga o'xshaydi bilasizmi? Zo'r sirop olib keldim men, dahshat 200 dollar. Buni men Tibetdan olib keltirdim, deyapti, lekin o'zi ichmayapti. Nima foydasi bor? Mavlud o'qitdim, zo'r. Yaxshi o'qish. Lekin mavludning ichida birorta narsaga amal qilmaydi. U mavludning ichida payg'ambarimiz alayhissalom haqlarida informatsiya bor. To otalari tepaga qarab, keyin o'sha payg'ambarimiz alayhissalom onalarning qorinlarida bo'lganlarida dadalari o'lib qolganligi, keyin tug'ilganlaridan keyin onalari o'lib qolganligi, shu haqida, keyin ko'rinishlari qanday bo'lganliklari va asosiy mavludda Rasululloh alayhissalomning hayot tarzlari gapirilgan, xulqlari va siratlari gapirilgan. Bu degani biz o'sha mavludning ichidagi Rasululloh alayhissalomning xulq, odob, axloq, siratlariga amal qilsak, keyin o'sha bizga mavlud foydaga hujjat bo'ladi. Xuddiki Al-Qur'anu laka aw alayka degan payg'ambarimiz alayhissalomning hadislari borda, Qur'on deb o'ylang, bu kitobdan yaxshisi bormi dunyoda? Yo'q. Hatto to'xtang, o'ylab ko'raychi ham deb bo'lmaydi, mumkin emas o'ylashan. Hatto shu Qur'on ham laka va alayka deyaptilar. Seni foydangga yo zararingga hujjat bo'ladi. Qachon? Qachon desa, seni foydangga hujjat bo'ladi deyilgani, Alloh Qur'onni nimaga tushirdi? Odamlarni tarbiya qilishlik uchun, hidoyat yo'lini topish uchun tushirganda Qur'onni. Qur'ondan biz tarbiyalanib, hidoyat yo'limizni topsak, bu bizni foydamizga hujjat bo'ladi qiyomatda. Lekin Qur'ondan noto'g'ri foydalansak, o'zimizni nafsimiz, o'zimizni foydamiz uchun foydalansak, pul topish uchun, obro' topish uchun, to'g'ri talab bo'lish uchun foydalangan bo'lsak yo noto'g'ri amal qilgan bo'lsak, av alayka, seni zararingga bo'lib, shu Qur'on seni do'zaxga tiqadi degan. Shuning uchun Qur'on, mavlud va dinimizdagi amallar, haj, umra, ilm, qiroat, xo'p, shu narsalar qiyomatda bizi zararimizga dalil hujjat bo'lib jahannamga olib kirmasin desak, dinimizda ko'rsatilgan ko'rsatmani dinimizda ko'rsatilgandek bajaraylik. Nima deganing bu? Dinimizda ko'rsatmani ko'rsatilgandek bajaraylik degani desangiz, qiyomatda qorilar, hojilar, saxiylar,
Hamma jannatni oldiga kelib olar ekanda, ha desa, hojilarga jannat va'da. Qorilarga jannat va'da. Sahiylarga jannat va'da bor-da. Ha, va'da. Xo'p, nimaga keldilar endi baqa? Ha, shu biz shuna bo'lganmiz. Men sahiy bo'lganman. Qo'lim ochiq bo'lgan, men hoji bo'lganman, men qori bo'lganman. Falon bo'lganman, po'kim bo'lganman. Xudo Rasululloh uni ogohlantirib aytib qo'yganlar-da. Qiyomatda endi amallaringga qarab baho berilmaydi endi. Qiyomatda qalblaringga qarab qilgan ishlaring reviziya qilinadi deganlar. Xudo aytar ekan, shu ba'zi bir qori, ba'zi bir hoji, ba'zi bir namozxon, ba'zi bir sahiy shu amal qilganlar, ba'zilarga sen to'g'ri hajga borgansan, sahiy bo'lgansan, lekin senlar birorting men uchun qilmagansan. Sen odam uchun qilgansan. Odamlar uchun Qur'on o'qigansan. Odamlar uchun ma'viza qilgansan. Odamlar uchun haj qilgansan, namoz o'qigansan. Endi mukofotingni bor o'sha odamlaringdan oldirgan. Ana o'sha shariatimizda ko'rsatilgan amalni shariatimizda ko'rsatilgandek qilmadi. Bo'ldi, qiyomatda haji, namozi, qiroati, imomligi, mullaligi do'zaxga olib kirib ketadi. Endi ba'zi birlarda qilgan ihsoni, sadaqati, namozi, qiroati, tahajjudi jannatga olib kirib ketadi. Nimaga? Ular shu amalni qilayotganda odam zotini o'ylamagan. Odam zotini o'ylamagan. Tahajjudga turganimni xotinim bildimikin? Ani qo'shniga 14 ta shipra olib berdim, bir halta joyda gap so'z bo'lmadi. Qo'shni ham indamabdi shekilli. Demaganimda qilgan unutgan. Musulmon odam ikkita narsani mahkam ushlasa, haqiqiy musulmon bo'ladi. Agar shu ikkita narsani mahkam ushlamasa, menga o'xshab boshida do'ppisi, jog'ida soqoli bo'lsa ham u dublikat bo'ladi. Dublikat musulmon deydi. Dublikat bilasizlar, original narsani farshiviy qalbaki qilingani. Ko'rinishidan o'sha narsaga o'xshaveradi, lekin u dublikat, u farshiviy narsa u. Qalbaki narsa bo'ladi. Munofiqlar shu musulmonlarda dublikat hisoblanadi. Soqol qo'yadi, do'ppi kiyadi, salla kiyadi, hajga boradi, umraga boradi, namoz o'qiydi, kak musulmondaqa yashaydi. Xo'p, o'sha ushashimiz kerak bo'lgan ikkita narsa shuki, musulmon qilgan yaxshiligini qilib unutadi. Qiladi unutadi. Masalan, mana soat 6 dan 13 minut o'tyapti, 13 minut. 6:13 da qiladi, 6:14 da unutadi. Tamom. Hatto bir oydan keyin hali odam kelib, palonchaga rahmat u bo'lsa, nimaga rahmat aytyapsiz? Shu darajada unutib yoradi. Bu bittasi. Ikkinchisi, musulmon inson qilgan yomonligini joni xalqimga kelib o'liyatib ham unutmaslik kerak. Mana shuni haqiqiy musulmon deydi. Bugun biz teskarisi bo'lib qoldik. U nima edi? Birovlarga qilingan yomonliklar darrov unutiladi. G'iybat, tuhmat, 30 yil oldin qilgan g'iybatimiz turibdi, u nomay amalda delamizda turibdi u. Kechirim so'ramaganmizmi? 33 marta hajga har yili 33 yil, 55 marta umraga har oydan borib, bu degani Ka'bani 100 marta ziyorat qilsa, o'shim kechirilmaydi g'iybat. Umuman kechirilmaydi. $100,000 zakot bersin, kechirilmaydi g'iybat. Chunki banda bilan bandani orasidagi gunoh o'sha bandani borib rozi qilishlik bilan kechiriladi. O hammamiz deyarli johiliyat davrida yashadik-ku. Yaqinda Allohni tanidik, men gapirayotgan o'zimman. O go'dayligimdan Alloh tanib katta bo'lmaganman. Tanidik, ko'zimiz ochildi. O'sha Allohni tanimagan davrimizni johiliyatda yashagan paytimiz hisoblanadi. Kimdir 1 oy oldin, kimdir 7 yil oldin, kimdir 30 yil oldin, hamma o'zi biladi, Alloh biladi o'nalgan paytini. Nima demoqchiman? O'sha johiliyat davrida qilgan gunohlarimiz, o'sha gunohga qanday tavba qilish kerak bo'lsa, qilinmagan bo'lsa, akalar turibdi u gunoh. Turadi u. Nomai amalda turgan gunoh, Alloh Qur'onda aytadi: "Faman ya'mal misqala zarratin khayran yarahu."
Zarra misqol degani yinani uchcha narsada qumni zarrasicha yaxshilik qilsang, uni ko'rasan. Qumni zarrasicha yomonlik qilsang, uni ham jazosini ko'rasan deganda. Deganim, tavba qilinmagan gunohlar nomai amaldan o'chirilmaydi. O'chirilmagan gunoh albatta qiyomatda jazoga sabab bo'ladi. Alloh aytib qo'yganda buni. Nimaga endi qiyomatda uzr qabul qilinmaydi desa, ikki xil ma'noda uzr umuman qabul qilinmaydi. Qiyomatda hatto anu Lenin ham uzr aytadi-da, men din afyundir deganman, din yo'q deganman, ro'zadorlarning og'ziga suv quydirganman, palon po'kin deydi, hammasi uzrini aytadi. Endi o'xshatadi qiyomatda. Do'zaxga tushmaydi. Lekin qiyomatda tavba umuman qabul qilinmas ekan. Uzr aytish, tavbalar umuman qabul qilinmas ekan. Nimaga desa, bittasi din uzr aytadigan darajadagi narsa emas. Masalan, hozir menda 10,000 dollar so'rasangiz, uzr, yonimda hozir yo'q, sizga bera olmayman men deb uzr aytishim mumkin. To'g'rimi? Nimaga desa, men qila olmaydigan ishni siz aytyapsiz-da menga. Bu degani nima degani? Alloh dinini biz qila olmaydigan qilib shakllantirmagan akalar. Hali gaplar bor-ku, ichlaringda yuradigan. Endi siz aytasiz demayman-ku, lekin odamlar aytadi. Men aytmayman bu gapni. Vaqtim bo'lmayapti, kallam olmayapti, tilim kelmayapti, ulgumayapman. Yana qanaqadir gaplar bor-ku, bu skaska bu gaplar. Bu g'irt, yolg'on, bahonachi, dangasa odamlarning gapi bu. Nimaga? Nimaga bunaqa? Nimaga men 100% uveren aytyapman, bu yolg'onchi, kazzob odamning gapi bu. Bu kichkina gap aytmayman, men ishonib aytyapman shu gap. Sabab Alloh Qur'onda buni aytib qo'yganda, men bandalarimni toqat ko'tarmaydigan narsalarni dinda taklif qilmaganman deydi. Tushunyapsizmi? Masalan, 250 kilo shtangani toshini qo'yib, taklif qilib ko'taringiz, ichimizda birorta 250 kilo toshni oladigan odam yo'q ichimizda. Alloh bizga shuni demagan. Mana nimaga desa, sizni meni odam Alloh yaratganmi, odamni, ha. Odamni organizmini Alloh biladi. Aqlni Alloh berganmi? Aqlni Alloh biladi. Qaysi darajada toqat ko'taradi? Insonning organizmi nimalarga fiziki yaraydi? Alloh bilgan. 21 soat suv ichmasdan, ovqat yemasdan, non yemasdan roza tuta oladi mana shu organizm. Chunki o'zi yasagan, o'zi yaratgan-ku. Shuning uchun rozani buyurdi Alloh. Tutasan dedi. Tutasan dedi. Masalan, o'g'limiz qilaladigan ishni qilasan deymiz-ku. Qilas, mana shu mashinani yuvasan, tamom. Yuvaladida u. Yuvalmas yuvasan turmaymiz-ku. Alloh kalla olmaydigan narsa, kuch yetmaydigan narsa, pul yetmaydigan narsa, til kelmaydigan narsa, vaqt yetmaydigan narsani talab qilmagan. Tepada aytdik, Alloh aytgan hadis qudsiyda, men o'zimga o'zim zulmni harom qilganman deydi. Alloh zolim zot emas Alloh. Agar bizni kallamiz olmaydigan narsani Qur'onda talab qilganda Alloh bizga zulm qilgan bo'lardi. Bizga kallamiz olmaydigan nima bor mana ayting. Dinda nimani kalla olmayapti? Ayting. Qunut duoni yodlanmayapman, siz yolg'on gapiryapsiz. Men yodlandim. Men bilan siz nima farqingiz bor? Mana sizga savol. Qunut duoni yodlanmayapman deyotganlarga savol. Siz bilan men nima farqimiz bor? Hech qana farqimiz yo'q. Nimaga men yodlandim? Nimaga siz yodlanmaysiz? Agar bir odam uyini ham topolmaydigan darajada tom ketib, esar bo'lib, qo'shni uyga kirib ketaversa, shuni tushunsa bo'ladi. Ha, bu tom ketdi, bu qanaqadir miya charchaverib ishdan chiqib qolibdi, go'yoda birovning uyiga kirib ketyapti bu desa, ha, bu odam haqiqatan qunut duoni yodlanmayapti desa bo'ladi. Pullari esda, bolalarning ismi esda, kimda qancha haqqimiz bor esda, do'kandagi 1200 xil tovar nomi va summasi esda. Ha, qunut duon kalla olmasmish. Nimaga olmaydi? Mana oziq-ovqat ochdi bir ukamiz, bordim. Duo qildik. Necha xil tovar bor, ha? 3000 xilga yaqin tovar bor deyapti. Endi o'zimiz yaqinimiz edi. Qunut duon bilasizmi desam yo'q deyapti.
3000 xil tovarni nomini bilasizmi? Ha, dedi. Tovar narxini bilaman. Bu degani 6000 ta narsani yotaki biladi. 6000 ta narsa. Nestle 05 nech pul? Moncha. Nestle 1 litr nech pul? Moncha. Nestle 1,5 litr nech pul? Bilyapti. Hamma yo'q bilyapti. Snickers kattasi nech pul? Snickers kichigi nech pul? Bounty kattasi nech pul? Kichigi nech pul? Bilyapti. Qunidduo bilmaydi. Nimaga? Do'konidagi tovarlarning nomini va narxini bilmasa, 10 da zarar ko'radi. Qunidduoni bilmasa, 10 da zarar ko'rmaydi. Qunidduoni yodlamagan odam ko'zi 4 oy g'ilay bo'ladi desin-da, ichimiz yodlamagan odam bo'larmikin? Hamma yodlaydi. Sayraymiz bor-u. Bomdodga turmagan odam 2 oy 1 tiyin pul topmaydi desin-da. Kim bomdodga uxlar ekan? Kim uxlar ekan? Smirna turamiz. Ha, Alloh bizga bomdodga turmaganda do'zaxda yondiraman dedi. Bu nima? Bu prosta aytilib bergan gap deb o'ylaymizmi? Prosta yo'q. Qur'onda prosta gap yo'q. La royba fihi. Qur'onda prosta gap yo'q deyapti Alloh. Birortasi gumon yo'q deyapti. Hammasi aniq bo'ladi deyapti. Jannat, do'zax yaratib qo'yilgan. Do'zax o'z egalarini kutyapti, jannat o'z egalarini kutyapti. Payg'ambarimiz alayhissalomda hadislar bor, Ramazondan Ramazongacha jannat chiroyiga chiroy, hidiga hid, shiriniga shirin qo'shilib, har Ramazondan Ramazongacha kuchayar ekan zinat. Kimga? Allohga jannat kerakmi? Bo'pshim kerak emas. Alloh Qur'onda aytgan, menga o'zim yaratgan narsalar birortasi kerak emas degan oyat bor. Allohga jannat kerak emas, suv kerak emas, xurmo kerak emas, bu kislorod umuman kerak emas, quyosh kerak emas. Xullas Allohga endi sanash hojati yo'q, hech nima kerak emas. Xo'p, unda jannatni nimaga yaratdi? Jannatni Alloh sizga yaratdi-da, menga yaratdi-da. Jannatga biz kiramiz-da inshaalloh. Lekin tanganing ikkinchi tomoni bor, qo'rquv tomoni. Do'zax ham Allohga kerak emas lekin. Do'zaxni ham bizga yaratgan omali, bu yerda ham bor. Lekin bitta imkoniyat bergan Alloh, mana jannat, mana do'zax. Lekin Allohni yaxshi ko'rishni qarang, jannatga qana boramiz, do'zaxga qana boramiz, Qur'onda shu bor. Qur'on shuni informatsiyasi o'zi aslida. Qur'on o'liklarga o'qiydigan narsa emas bu. Biz bugun faqat o'liklarga o'qishni ishlatadigan bo'lib qoldik Qur'onda. Desa, 4 ta xatmi bor, 5 ta xatmi bor, gap yo'q, savob. Biz aqidamizda Qur'onda savobi boradi deyiladi. Vahobiylar bormaydi deydi. Bizda boradi. Maturidiy aqidasida Imom Azam rahmatullohi alayhining mazhabida Qur'on o'qilsa, ihson sadaqat qilinsa, albatta o'lganlarga boradi. Bunisiga gap yo'q, lekin o'zi asl Qur'on o'liklarga o'qish uchun emas. Qur'on tiriklar uchun. Siz o'lishingizga, men o'lishimga Qur'onning hukmi bizga tugaydi. Tugaydi. Qur'on mana siz hozir tirik turibsiz, eshityapsiz. Men tirik turibman, gapiryapman. Qur'on biz uchun. Biz uchun nima bor bunda? 30 pora Qur'on. Masalan, telefon olsiz ichidan kitobcha chiqadi-yu, yerda ancha ma'lumot bor-da. Faqat inglizcha, ruschalik uchun biz e'tibor bermaymiz, o'qimaymiz. Uni o'qisak, telefon nima qilsak buziladi, nima qilsak buzilmaydi. Qana zaryad qilish kerak, nima qilish, shu haqida informatsiya. O'zi aslida o'qib, shunga amal qilsak, telefonimiz 10 yillab zo'r xizmat qiladi. Bizi kamchiligimiz xuddi telefonni kitobini o'qib, telefonga muomala qilmagandek, Qur'onni o'qib amal qilmaymiz xolos. Qur'onda inson qanday yashasa, bu dunyoda baxtli bo'ladi. Qanday yashasa, bu dunyoda xor bo'ladi. Shu haqida informatsiya bor. Qur'on shu. Iloji bo'lsa, Ramazonda oz sigaret chekyapsizlar-ku, chekadiganlar. Shuni puliga bitta tafsir beradi. Bir oyda grubi olganda 30 pachka sigaret cheksiz ham 15 mingdan bo'lsa 450 ming so'm bo'ladi. 450 ming so'mga tafsir kitob beradi. Olib o'qib ko'ringlarda Qur'onda nimalar haqida gap bor. O'sha aytdik-ku, jannat o'z egasini kutyapti, do'zax o'z egasini kutyapti. Shu jannatga kirish kirmasligini mana Qur'on o'zing tanlaysan degan. Uni Xudo biladi demang uni. Uni og'zingizga olmang bu gapni. 30 pora Qur'on nimaga tushdi deb o'ylaysiz?
shu jannatga kirish, do'zaxga borishda Xudo biladi degan gapni gapirmasin deb bergan Qur'onni Alloh. Yomg'ir qachon yog'adi desa Xudo biladi ding. Qiyomat qachon desa Xudo biladi ding. Qachon o'lasan desa Xudo biladi. Ichga turib nima bo'lamiz hozir? Tarob nasib qiladimi yo bizga yer yutib yuboradi? Xudo biladi uni. Ana ikki qat xotin o'g'il tug'adimi, qiz tug'adimi? Xudo biladi. 5 ta narsani Alloh mendan boshqa hech kim bilmaydi degan. Lekin yana qayta aytaman, bizni yuhyi va yumit bizga hayot bergan va hayotimizga to'chkani qo'yib o'ldiradigan Alloh man deydi. Yuhyi degani hayot beradi. Yumitu o'ldiradi degan. O'sha manman deydi Alloh. U haligi chala zo'ravonlar bor, u mansabi yo puli bilan hayotingga to'chka qo'yib qo'yaman deydiganlar. Bir zambar loyligidan o'zi bexabarda, tili baquvvatda ularni. Shuning uchun Luqmon Hakim katta gapirgan odamdan umuman qo'rqma deganlar. Katta gapirgan odam qo'ldan hech nima ish kelmaydi degan. Mana shuni o'zlaringiz andoza qilib olinglar. Alloh bizga hayotni berdi, mana hayotni berganligi uchun yashayapmiz. Mana shu hayotda men yana qaytib aytaman, do'zaxning yo'lini, jannatning yo'lini tanlash o'zingiz ixtiyoringiz. Tanlang o'zingiz bilasiz. Mana roza tuting nimaga? Mana roza tutgan odam aytsin. $7,000 puli $7,500 bo'lib qoldimi? Bo'lgan yo'q. Bizin mashinasini baki to'lib qoldimi? To'lgan yo'q. Moli semirib qoldimi? Semirgan yo'q. Biz nimaga roza tutyapmiz? Bu roza Alloh bandalarni qani men uchun 14, 15, 16, 17, 20, 21 soat suv ichmasligim bitta sinay deganda Alloh. Qani sinay degan. 1 oy. Roza 30 kun emas, roza 1 oy. 29 kun bo'lishi ham mumkin. Mana o'sha sinovdan biz o'tyapmiz hozir. Shu yerda o'tirganlar, roza tutganlar bo'lsa, roza tutganlar shu sinovdan biz o'tyapmiz. Ichimizda mabodo uzri yo'q tutmaganlar bo'lsa, siz shu Robbingizni sinovdan o'talmadingiz. Sinovdan o'tmagan odam ishdan haydaladi. Sinovdan o'tgan odam ishga olinmaydi. Allohning sinovdan o'tmagan odam jannatga kirmaydi. Kim bo'lsa ham. Kim bo'lsa ham. Hoji aka bo'ladimi? Qora aka bo'ladimi? U kirmaydi jannatga. Liyabluwakum, sizlarni sinash uchun deydi Alloh. Imtihon qilish, imtihon sinov-ku, to'g'rimi? Sinovdan o'tganlar o'qishga kiradi. Sizlarni sinayman deb yaratganman deydi Alloh. Biz hozir sinovdamiz. Bu временный hayot. Kullu man alayha fan deydi Alloh. Yerda hech nima qolmaydi deydi. Bitta men qolaman deydi. Alloh qoladi. Boshqa hech kim qolmaydi dunyoda. Qolmadi-ku, bizdan oldingilar, to'g'rimi? 100 yil oldin tug'ilganlarda hatto oyog'ini izi ham qolmadi. O'zini qo'ying. Xuddi biz ham 100 yil keyin o'zimiz ham oyog'imiz izi ham qolmaydi. Umuman qolmaymiz. Umuman bir chiniga bormaymiz, turpoq bo'lamiz. Minha xalaqnakum, sizlarni turpoqdan yaratganmiz va fiha nu'idukum, yana turpoq qilib tashlaymiz va minha nukhrijukum, yana shundan qaytarib sizlarni tiriltirib olamiz deydi Alloh. Allohning qudrati shu darajada buyuk zot. Biz yo'q edik, mana bor qildi. Ana endi qadrdonlar, o'zlaring tanlaylar. Men o'zim tanlayman, siz o'zingiz tanlang. Qayerga kirmoqsan? Jannatga. Xudoga qizig'i yo'q, bor kiraver deydi. Faqat shuni borganda to'xta deydi. Jannatga kiruvchilarning sharti boshingdan oyog'inggacha musulmon bo'lganmisan? Nima degani bu? Musulmonni ko'zini qorachig'i 3 burchak bo'ladimi? Qulog'i 8 burchak bo'ladimi? Yo'q, shu обычный odam bo'ladi. Boshda ko'z, og'iz, burun, quloq joylashgan. Eng asosiy yomon va yaxshi ishlarni qiladigan a'zolar boshda joylashgan. Aql joylashgan, to'g'rimi? Shu a'zolaring musulmon bo'lganmi? Ha, qanday musulmon? Nima bo'ladi? Musulmonning tilini o'ttasi yittiq bo'ladimi? Yo'q. Ko'zing musulmon bo'lganmi? Qanday? Qo'shnining keliniga, xotiniga, qiziga go'laymaganmisan? Ha, yo'q. Birovni yozuvga beruxsat qaramaganmisan? Ha, yo'q. Birovni darvozasi, derazasi ochiq qolganda qaramaganmisan? Ha, yo'q. Uyatsiz narsalarni ko'rmaganmisan? Ha, yo'q. Ha, bo'ldi, ko'zing musulmon. Burning musulmon bo'lganmi? Qanaqa? Musulmonning burni o'zi uchun nomahram bo'lgan ayolning hidini hidlamaydi. Mabodo bozorda, mashinada iloji yo'q bo'lib qolsa,
o'sha oldidan o'tib ketgungacha 30-40 sekund nafas olmay turish odamni o'ldirmaydi. Shunday nafas olish to'xtatadi-ki, ayollar ko'proq tushunmaganligidan, nafsiga qul bo'lganligidan, gunohligini bilmaganligidan ba'zi birlari atir sepadi o'ziga. U hidni hidlasa, payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, hidni hidlaganga va hidlatganga ikkovi zinokordir deb yozib qo'yiladi deyilgan. Yo'q, hidlamaganman men. O'zimni nikohimda ayolni hidlaganman. Burning musulmon ekan, gap yo'q. Keyin aytmoqchi hozir geralar va burunda hidlaydi. Pullimni varanga qilib turib, geranimdek qilib uzun qilib turib va hiydashadi-yu. U savol ham bo'ladi, sabab yaqinda chiqdi, bu geri burningda ham, burnida ham kayf qiladi-yu. Shu qilmaganmisan? Yo'q. Endi endi burundan ga quloq ekan. Quloq musulmon bo'lganmi? Nima? G'iybat, tuhmat, bo'xton, yolg'on, anekdot, nomahramda ovozni eshitmaganmisan? Yo'q. Og'iz. G'iybat, tuhmat, bo'xton gapirmaganmisan? Birovni busidan kelib so'kinmaganmisan? Yo'q. Nos, sigaret, aroq, piva, konyak, kalyan, chilim bo'lmagan bu. Bo'ldi, boshing musulmon. Endi qo'l. Qo'ling karta chilamaganmi? Yo'q. Chakapor otmaganmi? Yo'q. O'g'irlik qilmaganmi? Yo'q. Aroqni qopqog'ini ochmaganmi? Ochganmi, tavba qilganmi? Ha, tavbasi tekshiringlar. Addushimi? Addush, ha, bo'ldi. Shuna bo'lib, ana enekin jannatda ana eni och deydi. Bo'ldi, kir deydi. Xudoga qizig'i yo'q. Shu yerda hammamiz jannatga kirib ketamizmi? Shu yerda hammamiz do'zaxga kirib ketamizmi? Xudoga foyda zarar yo'qda. O'zimiz tanlaymiz. Mana shuncha roza tutyapmiz, shuncha namoz o'qiyapmiz, shuncha nashaga, aroqqa, zinoga imkonimiz, pulimiz bo'lsa-da, shuncha qilmayapmiz. Birovni maza qilib yomonlasa odam kayf qiladi, ahamiyat bersa. Yomonlasangiz kayf qilasiz odam birovni. Lekin yomonlamayapmiz. Nimaga? Undan qo'rqib emas. Mana shuncha odam bizni yomonlab yuribdi. Mana bir narsa qilmayapmiz, eshitmayapmiz ham keraksa. Mana Alloh guvoh, hammasini kechirib olganmiz biz. Ular chunki bizga kelib kechiring deb kechirim so'ralmaydi bizdan. Nechtasi g'ajiydi. Kunda 4-5 xabar keladi. Falon joyda una dedi, buna dedi. It xuro'radi, karvon o'tveradi deydi-yu. Bizning maqolimiz shu, g'oyamiz ham shu. Xullas, demoqchi bo'lgan gapim, o'zimiz tanlaymiz. Bo'mish bo'lishni ham o'zi tanlagan, narkosh bo'lishni ham o'zi tanlagan, fohishalar ham o'zi tanlagan. Birov armaturada urib san fohisha bo'lasan demak, o'zi tanladi, battar olsin. Qur'onga unamadi, Allohning gapiga, payg'ambarning gapiga unamadi. Dadasini, buvisini, oqsoqollarni, o'rtoqlarini, ulamolarning gapiga unamadi. Narkosh bo'ldi, qimorvoz bo'ldi, alkash bo'ldi, bo'mish bo'ldi, fohisha bo'ldi, o'g'ri bo'ldi, zarar ko'rdi, spit oldi. Biz nima deymiz? Yelkasiga urib, bu kuningdan battar bo'l deymiz. Nimaga? Ha, Xudoga unamayapti, payg'ambarga unamayapti, ota-onaga unamayapti, aqlli insonlar nasihatga unamayapti, ulamolarga unamayapti, qonunga unamayapti. Qonundan nasha chekish jinoyatmi axir? Unamadi hech nimaga. Nima deymiz endi biz? Uka deb boshini silaymiz, yelkasiga urib, uka bu kuningdan battar bo'l deymiz. Spit oldingmi, endi chirib ket, o'zing bilasan endi. Tushunmadi-da endi nima qilamiz endi? Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisalom ad-dinu an-nasihatu deganlar, din bu nasihat. Dinini nasihatiga kibr qilgan odam ikki dunyoda xor bo'ladi. Kibr qilgan degani mensimaydigan odam degani. Shuning uchun Hazrati Ali radhiyallohu anhu undur ila ma qala va la tandur ila man qala deganlar. Gapirayotgan odamga qaramanglar, so'ziga qaranglar deganlar. Hikmat degani men qo'shnilarning hikmatini aytmayapman. So'zdagi hikmat musulmonni yo'qotgan narsasidir. Qaysi idishda bo'lmasin olsin deganlar. Buni misoli mana hozir qana chanqab turibmiz, bu ham uncha chanqoq emas lekin. Odam bir 30-40 soatlarga borganda o'sha yiqiladi, bosh aylanib, suvsizlikdan yiqiladigan darajada chanqoq, lo'lari yitilib ketadi. Kinolarda aktyorlar o'xshatadi-ku, cho'llarda suvsiz qolib ketgan, lo'lari yirtilib, yorilib ketgan. Aytadiki, shuni misol qilib, shundan chanqab o'tiruvding. O'sha suvsizlikdan o'laman deb yotganingda bir odam suv olib keldi deydi. Olib keldi, suv, haqiqiy suv. Suvni berdi, ichding. Keyin gaplashib o'tirib, oshna,
Hozir sizga suv berdim, ha berdingiz. Ichdingiz, ha ichdingiz. Qanaqa idishda berdim desa, idishini aytalasanmi deydi. Aytalmaysan deydi. Nimaga desa, shu darajada chanqaganingdan deydi, idishga qaramaysan sen deydi. Qaramaymiz haqiqatan. Nimaga endi sen diningdan chanqagansan deydi. Nimaga gapirayotgan odam tanlaysan sen deydi. Bitta ihsonga aytgan bo'lsa, yo majlis bo'lib qolib, yo domlani ichi ketib qolib, o'rik bilan suv ichganligi uchun uzr bo'lib ihsoniga bormagan bo'lsa, umrbod qatta masala qilsa qog'ini solib o'tiradi. Nidavolin mana shundoq qilib. Al-zonnu bil mu'minina khayronga kim amal qiladi? Siz amal qilmasangiz, men amal qilmasam, bu kofirlarga tegishli hadis emas bu. Bu musulmonlarga tegishli hadis bu. Mo'minlar bir-biringdan "Ey ummatim, yaxshi gumon qil" deganlar. Uyimizda janoza bo'ldi, yaqinimiz kelmadi. Yaxshi gumon qiling. Bittasiga zo'r egilib salom berdik, yaxshi salom qilmadi. Yaxshi gumon qiling, nasriniyasi yo'qdir, kayfiyati yo'qdir, xayoli boshqa yoqdadir, problemasi bordir. Bo'lishi mumkin mahir. Yo quyosh tomonga qarab ketayotganda naryoqdagi odamga bu odam zo'r ko'rinadi, bu yoqdagi odamga u yoqdagi odam ko'rinmaydi. To'g'rimi? Mashinada yuramiz-ku. Biz zo'r salom beramiz, o'tib ketaveradi. Quyosh ko'zini olgan. Yigit deydi, bu yaqinda Velosipedda yurganda ko'rishardi, Nexia 3 olib mensimayapti bu deydi. Odam uzuri, odam ichimda balchiq bo'lmasi kerak. Balchiq qatta bo'lsa sasiydi bilasiz. Servantga qo'ysangiz ham sasiydi, Haladinida ham sasiydi, qatta bo'lsa sasiydi. Musulmonning ichi sof bo'lish kerak. Ko'ngli toza, qalbi toza. Islomning ta'limoti shuda o'zi. Joqqa soqol qo'yib, menga o'xshab do'ppi kiyib olsa bo'ldi, bu yaxshi odam, zo'r odam degani emas. U hayotda ko'pini ko'ryapmiz-ku. Mashindaq qilib qo'lini ko'ksiga qo'yib, qordada deb turib, orqadan nima qilib ketyapti. Ko'ryapsiz ko'pini. Yuzakilikdan Xudo saqlasin. Qog'iy soling, menga samimiy soling. Men sizga tirjayib, samimiy tirjaylik, bo'l tamom. Alloh uchun qog'iy solsangiz, qovoq solish o'zi asli gunoh. Lekin Alloh uchun solsangiz savob olasiz. Birovni ko'rishmaslik gunoh. Alloh uchun ko'rishmasangiz savob. Shu darajada u haligi din afyundir deganlarga o'xshab ateistlar bor-ku. O'shalarga o'xshaydigan odam bo'lsa, Alloh uchun ko'rishmasangiz ajr olasiz shunga. Shuning uchun har bir harakatimizda Alloh uchun, savob uchun deb xohlasak, inshaalloh shu kelishimiz bor. Mana iftorga keldik-ku. Ovqat uchun kelgan bo'lsak, savobdan bo'ldi, ketdi uji. Hozir qalbni abrabotga qilib turib, u niyatni udalit qilib turib, aytilgan joyga boringlar deyilgan, shuning uchun keldim, duoling hozir. O'nab oling endi niyatingizni. Chunki itu da'vata da'ida du'itum degan hadis bor, chaqirilgan joyga boringlar degan. Shuning uchun kelgan bo'lsak, mana o'tirishimiz, yeyishimiz, ichishimiz savob inshaalloh. Duo qilaylik. Allohim, bu joyda gapirilgan gapga avvalo o'zim amal qilay va eshitgan hammamiz amal qilishimizni Alloh nasib qilsin. Xuddi shuna ovqatlarni, narsalarni olib kelib qo'yib, yemay o'tirganimizda Alloh ro'zadorlar bilan farishtalarga maqtanar ekan. Mana hozir biz bilan tasavvur qiling, bu katta narsa bu. Hozir bitta yengil gapirib qo'yapman, yengil eshitib qo'yapsizlar-ku. Alloh biz bilan hozir farishtalarga maqtanyapti. Mana o'sha daqiqa keldi hozir. Mana turibdimi hozir? Hozir chiyillayapmiz, qorin och chanqaganmiz, tamom o'sha xullas. O'zi ro'za tutgan odam asrdan keyin dod devorish kerak. Qiynalishimiz kerak-da. Ba'zi birlar ro'zani qiynama deydi, yo'q. Qiynalishimiz kerak. Nima demoqchiman? Alloh hozir biz bilan farishtalarga faxrlanyapti va aytar ekan: "Ko'r, nima qilyapti ular? O'tiribdi, yemay o'tiribdi. Nimaga yemayapti? Sen uchun. Nimaga ichmayapti? Sen uchun. Hammang guvoh bo'l. O'shalarni birortasini gunoh qomat kechirib yordimdir ekan. Shu maqomni bersin." Bu bittasi. Ikkinchisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislari bor. Lis-soimi farhatan. Ro'zadorga ikkita xursandchilik bor. Bittasi iftorlikda, bittasi Robbisiga yo'liqqanda. İftorlik paytdagi xursandchilikni ko'p ulamolar aytadi. Duolari ijobat payt bo'lganligi uchun xursand bo'ladi deydi. Hozirgi qilinayotgan duolar azlar gumon yo'q ijobat. Allohdan so'raylik, gunohlarimizni kechirsin. Otamizni, onamizni gunohini kechirsin ilohim.